Keling. Xizmat. Ikkita qizi borlarim jannatga tushadimi? Tushadi. Xudo xohlasa. U dunyoda jannatga tushish uchun bu dunyoni do'zaxiga tushish kerak ekanda. Tinchlikmi? Ikkita qizim bor. Kattasi 16 yosh. Kichigi 12 yosh. Katta qizimning rasmi internetda tarqab ketdi. To'xtang. Erkak kishidan, ayniqsa otadan bunaqa gapni eshita olmayman. Ayolingiz bormi? Bor. Iltimos, ayolingiz bilan qizingiz kelsin. Qizim o'zidan 4 yosh katta bir bola bilan gaplashib yurardi. U qizimdan behayo rasmlarini yuborishini so'ragan. Qizim yuborgan. Keyin qizimdan pul so'ragan. Agar pul bermasa rasmlarini tarqatib yuborishni aytgan. Qizim pul bermagan. Rossiyada dadasi Instagramda qizim rasmlarini ko'rib qo'ygan. Rossiyadan keldilar. U bolani so'yaman deyaptilar. Qizingizdagi o'zgarishlarni sezmadingizmi? Nega unga o'z vaqtida e'tibor bermadinglar? E'tibor? Qanaqa e'tibor? Meni behayo rasmlarimni Instagramda ko'rib qolib, ota ekanligi endi esiga tushgan, Rossiyadan naq 9 yil deganda kelgan dadamga e'tiborni aytyapsizmi? Yoki dadamni qiynalib topgan pullarni har kuni butik yurib shopping qiladigan, kuniga 2 marta salonga boradigan onajonimni e'tiborni aytyapsizmi? Meni qayerda, kim bilan, nima ish qilib yurganimni so'raydigan insonim yo'q. Men erkin qushman. Xo'p, Sho'ripa. Ayb kimda mana shu vaziyatda? Bu vaziyatda ayb otalar va onalarda. Lar? Albatta lar. Qizning yalang'och rasmini so'ragan go'rsoqtani ham ota-onasi bor-ku. Xo'p, nima qilish kerak? Erkaklar ko'zini ochishi kerak. Povni berib qo'yishyapti. Oiladagi o'rnini egallashi kerak. Erkakning vazifasi faqat qornini to'ydirib, ustini but qilish emas. Hayvon ham bolasini qornini to'ydiradi. Erkak oilada asosiy tarbiyachi bo'lishi kerak. Erkaklar, uyg'oninglar.